Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda Arnasoy Begum firmasining qadrli obunachilari. Mana o'sha daladan, qishloqdan daladan jaydari qo'chqorlar, qo'zi qo'chqorlar sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, mana shunday chiroyli tarzda va o'sha dehqondan bemalol olib ketishlari mumkin. 40 ta qo'zi qo'chqor. Mana o'zlaringizdan ko'rib guvoh bo'libsiz, sifati juda a'lo darajada. Sifat qo'chqorlar. Echkilar sotilmaydi. Faqat o'sha qo'chqorlar sotiladi. Dumbalarni ko'ryapsiz o'zingiz. Bu yerda oq qo'chqorim bor orasida. Jas buni narxini qancha deysan? 26. Ichkariga. Ichkariga. Kirmaysiz. Joyida. Qo'lni bering. Sifati qanday? Javob. Sog'lig'iga. Sog'lig'iga javob. Bir hafta. Bir hafta javob. Bir hafta javob. Bo'larni ayting. Ular endi ustida kelishamiz-da. Ustida kelishiladi. 26 deyapsiz, ustida kelishiladi. O'tib berasiz. Qancha o'tib berasiz? Endi ko'p emas. 20 ga o'tib. Narziga o'tib berasiz. Yashang. Mana do'stlar, o'sha 26 deyapti, narziga o'tib beradi. Bemalol o'sha kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqorida nomerini qo'yib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib o'tib beriladi. Bemalol aloqaga chiqib telefon orqali gaplashishalaringiz ham bo'ladi. Sanasini ham qo'yib ketamiz. O'sha faqat o'sha sanaga ham aytib berasizlar. Mana dehqon akamiz o'zidan. Mana bu yoqda mayda qo'chqorlarni ham ajratgan. Bularni ham kelishaveramiz. Bir nechta jasur edi? 22 ta bulardan kichkina qo'zi qo'chqorchalar. Bularning narxi nech pul deysiz? Bularda 2 milliondan. Kelishiladigan joyi bormi? Kelishiladi. Shunday do'stlar. O'sha yuqori nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Telefon orqali kelishib yoki bo'lmasa o'sha dalaga kelsalaringiz ham bemalol o'sha mana shu qo'zi qo'chqorlar daladan yuradi. Telefon qilsalaringiz o'sha lokatsiyasini tashlab beramiz. Bemalol kelib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.